Har qanday yumushni boshlashdan oldin 3 qoidaga amal qil. Birinchidan, niyating pok bo'lsin. Ikkinchidan, borar manzilingni aniq belgilab ol. Yo'ldan adashmaysan. Uchinchidan, matonatli bo'l. Ortga chekinmaysan. Dili pok, maqsadi aniq, ishchil odam osmondagi yulduzgacha yetib borishi mumkin. Niyati buzuq, rejasi mavhum, irodasi mo'rt odam 100 qadam naridagi shamchiroqqa ham yetolmaydi. Iloji boricha odamlarning mushkulini oson qilishga harakat qil, toki ular sen ekkan daraxtning mevalaridan bahramand bo'lsin. Odamlarning mushkulini oson qilish qo'lingdan kelmasa, aqalab bir og'iz shirin so'z bilan ko'ngillarini ko'tar. Toki ular sen ekkan daraxtning soyasidan bahramand bo'lsin. O'zingdan kuchsizlarga ozor berma. O'zingdan kuchlilardan ozor chekmaysan. O'tkir Hoshimov, Daftar hoshiyasidagi bitiklardan.